Assalomu alaykum hammaga. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti logopediya yo'nalishi 4-bosqich 515-22 guruh talabasi Yoqubjonova Ruxshona bugun maktabgacha yoshdagi bolalarni praksisini rivojlantirish texnologiyasi fanidan praksis rivojlanishda kognitiv nazariyalar yo'li mavzusida gaplashamiz. Rejalarimiz: birinchisi, praksis va kognitiv rivojlanish tushunchalari, ularning o'zaro bog'liqligi. Ikkinchisi, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerem Bruni nazariyalari asosida praksis rivojlanishning tahlili. Uchinchisi, praksis rivojlanishda kognitiv yondashuvlardan amaliy foydalanish yo'li. To'rtinchisi, xulosa. Praksis bu insonning maqsadga yo'naltirilgan ongli harakatini rejalashtirish va bajarish qobiliyatidir. Ya'ni bola oddiy harakatni shunchaki bajaribgina qolmay, balki uni qanday qilishni oldindan o'ylaydi, ketma-ketlikni tuzadi va natijaga erishadi. Praksis bir necha turlarga bo'linadi. Motor praksis, harakat bajarish, ya'ni bu konstruktiv praksis, bu biror narsani yig'ish. Diator praksis, harakatni ongda rejalashtirish. Shu jihatdan praksis faqat jismoniy harakat emas, balki aqliy faoliyat bilan chambarchas bog'liq jarayondir. Kognitiv rivojlanish esa bolaning bilish jarayonlari, idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutqning rivojlanishini anglatadi. Bola atrof muhitni o'rganar ekan, u nafaqat ma'lumotni qabul qiladi, balki uni qayta ishlaydi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Aynan shu jarayonlar praksisning shakllanishiga asos bo'ladi. Masalan, bola kubiklardan uy qurayotganda u faqat qo'li bilan ishlamaydi. U avval qanday uy qurishni tasavvur qiladi, tafakkur qiladi, detallariga e'tibor beradi, ya'ni diqqat ishlaydi. Bunda oyna tajribasida eslaydi, xotirasi ishlaydi bu paytda va keyin harakatni bajaradi, ya'ni praksis. Praksis va kognitiv rivojlanish o'zaro uzviy bog'liq. Agar bolada kognitiv jarayonlar yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, uning harakat faoliyati ham sustlashadi yoki noto'g'ri shakllanadi. Masalan, diqqatning pastligi harakatni noto'g'ri bajarishga xalaqit beradi. Xotira muammolari asta-sekin ketma-ketlikni eslab qolishni qiyinlashtiradi. Aksincha, amaliy harakatlar orqali bola kognitiv tajriba orttiradi, ya'ni praksis rivoji kognitiv rivojlanishni ham qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, praksis rivojlanishi bolaning antagonizida bosqichma-bosqich kechadi. Dastlab bola oddiy reflektor harakatlarni bajaradi, keyinchalik taqlid qiladi, ya'ni taqlid qilish orqali o'rganadi, so'ngra mustaqil ravishda harakatlarni rejalashtiradi va boshqalariga o'tadi. Bu jarayonda kognitiv rivojlanish darajasi asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli praksisni to'liq tushunish uchun uni faqat harakat sifatida emas, balki bilish jarayonlari bilan integratsiyada ko'rib chiqish zarur. Endi ikkinchi rejaga o'tamiz. Avvalo, Jean Piaget nazariyasiga e'tibor qaratamiz. Unga ko'ra bolaning kognitiv rivojlanishi bosqichma-bosqich kechadi. Sensomotor, proprioretseptor, konkret va formal operatsiyalar davri. Sensomotor bosqichda bola atrof muhitni aynan harakat orqali o'rganadi. Bu davrda praksis rivojlanishining asosi qo'yiladi, chunki bola ushlash, siljitish, sinab ko'rish orqali tajriba orttiradi. Piaget fikricha, harakat va bilish bir-biridan ajralmas bo'lib, bola avval harakat qiladi, keyin tushunadi. Demak, praksis kognitiv rivojlanishning boshlash mexanizmi sifatida qaraladi. Keyingi yondashuv Vygotskyga tegishli. U praksis rivojlanishni ijtimoiy muhit bilan bog'laydi. Vygotsky ta'kidlagan yaqin rivojlanish zonasi orqali bola kattalar yoki tengdoshlari yordamida yangi harakatlarni o'zlashtiradi. Bu yerda praksis faqat individual emas, balki ijtimoiy jarayon sifatida shakllanadi. Masalan, bola biror amaliy harakatni
kiyish, chizish, qurish avval kattalar ko'magida bajaradi, keyin asta sekin mustaqil bajarishga o'tadi. Bu jarayonda bola ham muhim rol o'ynaydi, chunki ichki nutq harakatini boshqarishga yordam beradi. Shuningdek, Jerome Bruner nazariyasida praksis rivojlanishning 3 xil ifodalash shakli orqali tushuniladi. Enaktiv harakat orqali, ikonografik tasvir orqali va simvolik til orqali. Brunerga ko'ra, dastlab bola harakat orqali o'rganadi, ya'ni praksis birinchi o'rinda turadi. Keyinchalik u tasvir va belgilar orqali fikrlashga o'tadi. Bu shuni anglatadiki, praksis kognitiv rivojlanishning dastlabki va eng muhim bosqichi hisoblanadi. Uchinchisida, ya'ni nutq orqali. Umuman olganda, ushbu 3 olimning nazariyasi bir nuqtada birlashadi. Bu bola rivojida harakat, praksis va bilish kognitiv jarayonlar bir-birini to'ldiradi. Piaget harakatni rivojlanishini boshlanish deb ko'rsa, Vygotsky uni ijtimoiy muhit bilan bog'laydi. Bruner esa uni o'zgarishning birinchi shakli sifatida izohlaydi. Shu sababli praksis rivojlanishni to'liq tushunish uchun bu nazariyalarni birgalikda ko'rib chiqish muhimdir. Endi 3-rejaga o'tamiz. Amaliyotda praksisni rivojlantirish uchun kognitiv jarayonlarga tayanish juda ham muhim hisoblanadi, chunki bola harakatni to'g'ri bajarishi uchun avvalo uni tushunish, tasavvur qilishi va rejalashtira olishi kerak. Shu sababli mashg'ulotlar faqat jismoniy harakatlarga emas, balki tafakkur, tasavvur, diqqat, xotira va rivojlanishga bog'liq. Shularning rivojlanishiga bog'liq. Masalan, bolaga biror harakatni bajarishdan oldin nima qilamiz, uni qanday qilamiz kabi savollar berish orqali uning fikrlash jarayonini faollashtiramiz. Kognitiv yondashuv asosida quyidagilar amaliy usullar samarali hisoblanadi. Birinchidan, bosqichma-bosqich o'rgatish usuli qo'llaniladi. Murakkab harakatlar kichik qismlarga bo'lib, ketma-ketlikni o'rgatiladi. Bu bola xotirasini va ketma-ketlikni fikrlashni rivojlantiradi. Ikkinchidan esa vizual ko'rsatmalar, ya'ni rasm, piktogramma, modellardan foydalanish orqali bola harakatni yaxshiroq tushunadi va eslab qoladi. Uchinchidan, taqlid qilish va birgalikda bajarish. Bu Vygotsky ta'kidlagandek, ijtimoiy o'rganish jarayoniga mos keladi, ya'ni bola kattalar yordamida yangi praksis ko'nikmalarni egallaydi. Shuningdek, o'yin faoliyati praksis rivojida juda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Qurish, yasash o'yinlari, rolli o'yinlar, konstruktiv mashg'ulotlar orqali bola nafaqat harakat qiladi, balki rejalashtiradi, muammoni yechadi va mustaqil qaror qabul qiladi. Bu esa kognitiv va praksis rivojini bir vaqtda ta'minlaydi. Masalan, uy qurish o'yin orqali bola shakl, o'lcham, ketma-ketlik va muvozanatni tushunadi. Nutqiy va psixomotor muammolari bo'lgan bolalar bilan ishlashda esa kognitiv yondashuv yanada muhimroq bo'ladi. Bunday bolalarda harakatni tushunish va rejalashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'proq takrorlash va soddalashtirish va ko'rgazmali vositalardan foydalanish zarur. Jim Piaget va Jerome Bruner nazariyasiga tayanadigan bo'lsak, harakatni avval amaliy qo'l va bajarish orqali, keyin tasavvur, so'ngra og'zaki shaklda o'rganish yaxshi natija beradi. Nutqiy psixomotor muammolari bo'lgan bolalar bilan ishlashda esa kognitiv yondashuv yanada muhim bo'ladi. Bunday bolalarda harakatni tushunish va rejalashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'proq takrorlash, soddalashtirish va ko'rgazmali vositalardan foydalanish zarur. Jim Piaget va Bruner nazariyasiga tayangan holda keyingi harakatni avval amaliy, keyin esa tasvir, so'ngra og'zaki shaklda o'rganish yaxshi natija beradi. Praksis rivojlanishida harakat va tafakkur bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib,
ular birgalikda shakllanadi va rivojlanadi. Praksis bu ongli maqsadga yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, uning rivoji kognitiv jarayonlar, idrok, diqqat, xotira va tafakkur bilan chambarchas bog'liq. Kognitiv nazariyalar, xususan Piaget, Vygotsky va Bruni qarashlari praksis rivojlanishini turli tomonlama yoritib beradi. Piaget harakatni bilishning boshlang'ich bosqichi sifatida tushunadi. Vygotsky esa ijtimoiy muhit va o'rganish orqali shakllanishni asoslaydi. Bruni esa harakatni o'rganishning dastlabki shakli sifatida ko'rsatadi. Bu yondashuvlar praksis va kognitiv rivojlanish o'rtasida mustahkam bog'liqlikni ochib beradi. Amaliy jihatdan praksisni rivojlantirishda kognitiv yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Harakatni bosqichma-bosqich o'rganish, vizual vositalardan foydalanish, o'yin faoliyati va ijtimoiy hamkorlik orqali bolalarda nafaqat harakat ko'nikmalari, balki fikrlash jarayonlari ham rivojlanadi. Ayniqsa nutqiy va psixomotor muammolari bo'lgan bolalar bilan ishlashda bu yondashuv samarali natija beradi. Praksis rivojlanishni samarali tashkil etish uchun harakat va bilish jarayonlarini birgalikda rivojlantirish zarur. Shu asosda har bir bola har tomonlama rivojlanadi va mustaqil faoliyat yurish qobiliyati shakllanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzuyimiz tugadi.